Oyoqlaringizda mana shu kabi tomir yulduzchalarini ko'rayotgan bo'lsangiz, buning sababini tezlikda aniqlash lozim. Bu kabi tomir yulduzchalari oddiy kapillyarlar hisoblanadi, ya'ni mayda qon tomirlari. Endi bosim borgan sari ortgani sari eng katta qon tomirlar ham yiriklashib, ya'ni yuza qavatlarga chiqishni boshlaydi. Oqibatida venalar kengayishni boshlaydi. Buni siz atamasini ko'p bora eshitgansiz, ya'ni venalarni varikoz kengayishi. Varikoz kasalligini tobora rivojlanib borishi esa jigarni aynan darvoza venasi sohasida qon aylanishini buzadi. Bu keyinchalik jigarning qon aylanishi buzilishi bilan bog'liq kasalliklarga, ya'ni gemangioma, har xil turdagi o'sma kasalliklari, kalsinatlar shularga sabab bo'lishi mumkin. Qisman jigar yog' bosishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Agar sizda va yaqinlaringizda shu kabi tomir yulduzchalari kuzatilayotgan bo'lsa, ularga zudlik bilan jigar bioximik analizlari, qonni koagulogramma tekshiruvi, umumiy qon tahlili hamda oyoqlarning doplerografiyasi, ya'ni bu duplex skanerlash hisoblanadi, hamda jigarning to'liq UZI tekshiruvi qilinishi kerak bo'ladi. Bu videoni saqlab qo'ying va yaqinlaringiz bilan bo'lishing.